Sho'rajon. Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan. Tuzumisizlar? Uylar, xonadon hamma tinchmi? Rahmat. Mana televideniyani olib kelyapman. Oilaviy tadbirkorligingizni ko'rsatgani. Marhamat, ichkariga. Qani, yuringlar. Bugun Qo'qon shahri Saodat mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiladigan Shuhrajon Jo'rayev eshigini taqillatib keladigan, uning muvaffaqiyat sirini o'rganishni istaydiganlar ko'plab topiladi. Shuhrajon aka ustaxonasida inkubatorlar tayyorlaydi. Nafaqat ushbu turdagi ko'plab moslamalarni yasashni o'zlashtirish, shu qatorda arzon usulda parrandachilikni rivojlantirish lozimligini ham targ'ib etib keladi. Faoliyat joyingiz shu kichkinagina xona ekan, adashmasam-a? Xona, endi xonamiz ichida yana xona, sexlar qilib qo'yganmiz, kichkina. Bizda chunki ayollar ham ishlaydi. Oilaviy, ayolim, qizim, yana bir ikkita qo'ni-qo'shnilarimiz bor, shular ham ishlashadi. Asosiy tayyor bo'lgan mahsulotni mana shu xonamizga olib chiqib, mana shu yerdan egalariga bir qator tekshiruvdan o'tkazib, mana shu tokka tiqib, ko'rsatib, jo'natamiz egalariga. Bu inkubatorlarimiz avvalo boshqa ishlab chiqaruvchilarning kamchiliklaridan xulosa qilgan va ularni to'g'rilagan holda tayyorlangan hamda 10 yillik tajriba mahsuli. Shuningdek, kutilmaganda elektr energiyasida bo'ladigan uzilishlar va tuxumning jo'ja ochilmasidan ko'plab nobud bo'lishi kabilarni ham hisobga olingan, dedi Shuhrajon aka. Shuhrajon aka, bitta mana shu inkubatorda yasash qancha vaqt oladi? Ko'pchilik ishlaymiz. 5 ta erkak kishi, 3 ta ayol kishi ishlaydi. Endi bittasi aniq bir ma'lumot yo'q, necha soatda tayyor bo'lishi. Lekin bir kunda mana shu 7 ta, 8 ta odam, 5 ta, 6 ta inkubator ishlab chiqaramiz. Tayyor qilib o'sha iste'molchiga jo'natamiz. Qayerdan kelgan o'zi buni g'oyasi sizga? Buni g'oyasini Rossiya Federatsiyasida o'z ish faoliyatimni olib yurganimda, o'sha yerda birinchi inkubatorda sotib olib kelib, bu yerda ochirganimda natija yaxshi bo'lmagan. Keyin nimaga bu Rossiya inkubatori shu yomon ochyapti, juda ham ochish foizi kam degan bir vazifa qilib qo'yib, kamchiliklarini o'sha inkubatorda ko'rib chiqib, nimaga ekan, qani men o'zim shuni yasasam bo'larmikan degan bir maqsadni oldimga qilib qo'ydimda, keyin boshladim. Shu bilan sal boshqacharoq formada qildik, yana boshqacha shu yillar davomida yaqin 10 yildan oshib ketdi. Hozir shu bilan shu parrandachilik sohasida inkubatsiya ishlab chiqarish qilib yurganimizga 10 yildan oshib ketdi. Ayni hozir eng cho'qqi pallasiga chiqdi desak bo'laveradi. Faoliyat mubolag'a bo'lmaydi, chunki ochish foizlari inkubatorlarimizda o'ta yuqori. Hattoki Rossiya, Xitoy inkubatorlari bilan bemalol raqobatlasha olamiz. Bugungi kun talabi ijtimoiy tarmoqlarda juda faol va buning o'ziga yarasha sababi bor. Chunki bizni hozir olib ochirib yurgan mijozlarimiz bizga video tashab turadi. Biz o'z mana shu ijtimoiy tarmoqda Telegram kanallarimizni yuritib boramiz. Nimaga? Chunki oluvchini birinchi savoli, aka bu necha foiz ochadi degan savol beriladi. Birinchi savoli sotuvchida shu bo'ladi. Necha foiz ochadi? Haqiqatan ham bu apparatni ishi mana shu jo'jani ochib chiqarish. Agar bunga 100 ta tuxum qo'yib 10 ta tuxum olsa, jo'ja olsa, bu ishlamayapti degan bo'ladi. Nol hisob bilan. Shuning uchun biz shu mijozlarimizdan kelgan videolarda Telegram gruppamizni tashkillashtirib, o'sha gruppaga videolarni muntazam qo'yib boramiz. Tadbirkorimiz aytadiki, odam o'ziga mos biror qo'shimcha daromad manbai bilan shug'ullanishi kerak va o'z qiziqishlarini ishlab chiqarishga yo'naltirib yuborishi lozim. Masalan, men xorijda ish topa olmay yoki yo'llanma ishchi sifatida yurgan paytlarim bo'lgan. O'sha qiyinchilik kunlarim va bugun o'rtasidagi farqdan kelib chiqib gapiryapman, deydi. Mijozlar qayerdan endi? Hozir bilishim bo'yicha Samarqandga jo'natyapmiz deyapti. Mijozlarimiz mana bunisi Toshkent viloyati Bekobod tumanidan, mana bu Farg'ona, Samarqand, Tojikistonga chiqarib turamiz, Qirg'izistonga chiqaramiz. Narxlar qanaqa buni? Odamlarga qiziqsa. Narxi ham juda ham hamyonbop, unaqangi juda qimmat emas. Mana bu kichikroqlarini olsak, mana bu 50 taliklarimiz 600 mingdan boshlab 800 minggacha bo'lgan. Chunki har xil funksiyasi bor. 75 talik, 100 taliklarimiz ham shu 800 mingdan 1 milliongacha bo'lgan summada kelib chiqadi. Qiziq tarafi, bugun tadbirkorlik qilaman degan odam uchun eng arzon nazarimda biznes g'oya beryapsiz-da. Hozir 1 million bilan demak tadbirkorlik qilish mumkin-a bitta odam? Albatta. Hozir mana shu inkubatorlarimizni 1 millionligini olib, o'zini bir kichik biznesini boshlab olsa bo'laveradi parrandachilikda. Nimaga? Chunki bu parrandachilikda jo'jani oshirib bozorga olib chiqib sotish bunda sezon tanlamaydi. Buni qishda ham, bahorda ham, yozda ham, kuzda ham ochirib sotsa bo'laveradi. Faqat kichkinagina bir sharoit qilib, issiqroq joy qilsa bo'ldi. Mana hozir biz mana shu kattalarini, 100 taliklarni faqat biznes uchun olishadi. Jo'ja ochirib sotish uchun, bedana ochirib boqib tuxumini olib sotish uchun. Mana shular uchun olishadi. Bizda har xil biznes katta inkubatorlarimiz ham bor, 500 talik, 1000 talik inkubatorlarimiz bor. Shu inkubatorlarimizni ayni bir fermerlar uchun biz tayyorlab jo'natamiz.
Har bir ishlab chiqaruvchining o'ziga yarasha siri bo'ladi va shundan kelib chiqib ish jarayonlarini ko'rsatib bera olinmaydi. Shunisi aniqki, hozirda barcha ehtiyot qismlarni o'zimizda ishlab chiqarish ustida izlanilmoqda ekan. Aytish mumkin bo'lsa, qancha qismi mahalliy ehtiyot qismlardan yasaladi, qancha qismi o'sha xorijdan olib kelinadi? Juda ham o'rinli savol. Bu mana shu elektronika apparatlari hammasi Xitoydan keladi. Qolgan joylari shu yerda yig'iladi. Noldan o'zimiz xom ashyosini olib kelib, yig'ib, mana shu holatga keltirib, apparaturalarni qo'yib, elektr montaj ishlarini ham o'zimiz olib boramiz. Ba'zi bir elektr montaj ishlariga biz juda ham katta o'zgartirishlar kiritganmiz. Ya'ni Xitoy, Rossiya Federatsiyasida ham bunaqangi funksiyada ishlaydigan inkubatorlar yo'q. Bizda shunday funksiyasi borki, akkumulyatorga ishlaydi. Svet o'chganda avtomatikasi bor va svet yongandan keyin akkumulyatorni zaryad qilish funksiyasi bor. Ya'ni yana o'sha o'z kuchini sarflagan akkumulyatorni, avtomobil akkumulyatorni yana zaryad qilib ishga tayyor qilib qo'yadi. O'zbekistonning barcha hududlariga inkubatorlar yetkazib berilmoqda. Biz borganimizda ham navbatdagi tayyor mahsulotlarni Toshkent viloyati va Samarqand viloyatlari tomonga yuborishga tayyorgarlik ko'rilmoqda ekan. O'z uyida, o'z oilasi bilan kichkina tadbirkorlik qilib, mamlakatimizning barcha nuqtalarida mijozlari bo'lsa juda zo'ra. Nima deysiz? Eng qizig'i, siz ham ana shunday faoliyatni qila olasiz. Ozgina tashabbus kerak xolos.